Bu maktabda mani 4 nafar nevaram ta'lim oladi. 7-chi, 5-chi, 6-chi har xil sinflarda o'qishadi. Maktabga juda ham qiziqib o'qishga qatnashishadi. Maktabga kelishgandan keyin juda ham katta yutuqlarga ega bo'lishdi. Bularda matematika, ingliz tiliga juda ham qiziqish uyg'ondi. Bizni kun davomida farzandlarimiz ishonchli qo'llarda bo'lgani uchun juda ham xotirjammiz. Ular maktabdan qaytishni hammamiz intizorlik bilan kutamiz. Maktabdan ular juda ham jo'shib qaytishadi. Juda ham ijobiy taassurotda, maktabga qiziqqan holatda, bir-birini baholarini solishtirgan holatda qaytishadi. Yaqinda Sarinoz qizimiz SATdan 1320 ballni qo'lga kiritdi. Biz buni javobini chiqishini intizorlik bilan kutdik. Nafaqat men, hamma oilamiz a'zolari, barcha uni tengdoshlari, hamma o'quvchilar birlashib kutdik. Yuqori ball eshitib juda ham xursand bo'ldik. Mamnunmiz. O'qituvchilarga, ma'muriyatga juda ham katta tashakkurnoma aytishga tayyormiz va keyingi kelajakdagi farzandlarimni ham shu o'quv dargohiga olib kelish niyatidaman. Bizdan juda ham maktabga yoqqan tarafi bolalarimiz tarbiyasi ham juda ham o'zgargan, bir-birini hurmat qilishadi. Milliy qadriyatlar juda ham maktabda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Milliy qadriyat asosida tarbiyalanadi. Bir-birini hurmat qilib, bir-biriga muomalasi ham juda ham o'zgargan. Kattalarni hurmat, kichiklarga izzat haqida ham juda ham ko'p darslar o'tiladi. Keyin o'qituvchilar doim ota-onalar bilan bog'lanib, har oy ularning bilim darajasi, tarbiyasi haqida juda ham chiroyli qilib yetkazib berishadi. Agar bolamiz qoniqarsiz holatda bo'lsa ham, juda ham chiroyli qilib tushuntirib berishadi. Biz o'qituvchilardan, maktab ma'muriyatidan minnatdormiz. Farzandini ilm cho'qqisida yuqori natijaga erishishni xohlayotgan ota-onalarga mana shu maktabni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu yerda ham ilmga, ham tarbiyaga juda ham katta e'tibor berilgan. Mana shu maktabga olib kelib o'qitishlarni tavsiya qilgan bo'lardim.